Assalamu alaikum. Barlık qarindoshlarım, yaxshimisizlar? Men bugün şeref bilen Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisining 2020-yil 3 ayning 7 kuni Kanadaning Montreal shahrida o'tkazilgan birinchi qitimliq umumiy yig'inning g'albi bilan oyoqlashganligini tabriklayman. Bizning Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi intayin bir nazuk siyasi vaziyet ustida qurilib, Xitoy tajovuzchilari va ularning vatanimiz tuprog'ida yurgizayotgan qonunsiz hukmronligini tamamen ag'dirib tashlab, xalqimizni haqiqiy ma'nodan to'liq mustaqillikka, ozodlikka erishtirish maqsadida qurildi. Xalqimiz ilgirki ozodlik kurashlarida bir mustahkam ideologiyaga ega bo'lmaganligi uchun izchil elib borgan kurashlarimizda mag'lub bo'ldik ham mag'lub bo'lib kelyapmiz. Shunga Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi yuqorqi echinishlik bo'shliqni to'ldirish maqsadida bu vatan mening vatanim. Meningdan boshqa hech qanday bir sinf, hech qanday bir guruh, hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga mutlaq ruxsat yo'q degan ideologiya ostiga yig'ilib, tajovuzchi sinf va guruhlarni tamamen qo'g'lab chiqirdi. Mushundaq bir ideologiya ostiga yig'ilgan chig'imizda xuddi har bir xalqimizning oilasida birdan atom bombasi bordek, ular ozod, mustaqil, erkin yashaydi. Biz dunyoda tashqi dunyoda yillarcha ilib borgan siyosiy faoliyatlarimizda da'vo ilib bordik. Endi biz bu davoni siyosiy kurash va inqilobga aylantiramiz. Biz mustaqilligimizni talab qilmaymiz, aksincha kurash va inqilob orqali tortib olamiz. Biz mustaqillik kurashimizda ittifoqlashishga bo'ladiganligi har qanday kuchlar bilan ittifoqlashishga har vaqt tayyor turamiz. Biz dunyodagi barliq davlatlar bilan diplomatik munosabat o'rnatish orqali tinch yo'l bilan mamlakatimiz va xalqimizning to'liq mustaqilligini asliga keltirish uchun tirishimiz. Lekin bu yo'ldan mustaqil bo'lish imkoniyati bo'lmagan shart ostida biz bir millat sifatida qurolli kurash qilishdan ham boshlatmaymiz. Tövende men şeref bilen Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisiga şeref bilen ve öz ixtiyorim bilen a'zo bo'lib kirganligimni jakalayman ham qasam beraman. Gerçi bu umumiy yig'inga qatnashgan ko'plagan qarindoshlarimiz sharaf bilan partiyaga qasam berib kirgan bo'lsa-mu, lekin ularning mutlaq maxfiyatligini saqlash yuzidan biz bu qitimki videoda ularni oshkora ko'rsatmaymiz. Hem bundan keyingi a'zolarimizning partiyaga qasam berib a'zo bo'lib kirganligini mutlaq maxfiy saqlashga kafolatlik beramiz. Men Ablacan Leylnaman. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisining nizomnomasini, Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisining nizomnomasini Xitoy tajovuzchilariga mutlaq qarshi holda qo'llayman. Xitoy tajovuzchilariga mutlaq qarshi holda qo'llayman deb qasam qilaman. Partiyaga haqiqiy turda sadoqatmandlik qilaman deb, bu mecburiyetni öz ixtiyorim bilan üstümge aldım. Men hazır a'zo bo'lib kirgan partiyaning topshirgan barliq vazifalarini bejonidil
Tapşırgan barlık vazifelerini bicandil ve sadakatmenlik bilen ada kılımen. ve sadakatmenlik bilen ada kılımen. Hem de ta ki halkım toluk müstakillığını esliga keltirmegicha Hem de halkımız toluk müstakilliğini esliga keltirmegicha bu şereflik mecburiyetimden hiç baş tortmayman. bu şereflik mecburiyetimden hiç başlatmayman. Cenab-ı Allah bu kasmimge şahit, Cenab-ı Allah bu kasmimge şahit, hem de işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Amin. Amin. Men Uyguristan Cumhuriyetler Partisi'nin Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi'nin nizamnamasını nizomnomasini Xitoy tajovuzchilariga Xitoy tajovuzchilariga mutlaq qarshi holda qo'llayman mutlaq qarshi holda qo'llayman deb qasam qilaman. deb qasam qilaman. Partiyaga haqiqiy turda Partiyaga haqiqiy turda sadoqatmandlik qilaman sadoqatmandlik qilaman deb deb bu mecburiyatni bu ma'muriyatni o'z ixtiyorim bilan ustimga olaman. o'z ixtiyorim bilan ustimga olaman. Men hozir Men hozir a'zo bo'lib kirgan partiyaning a'zo bo'lib kirgan partiyaning topshirgan barliq vazifalarini topshirgan barliq vazifalarini bijandil ve sadoqatmandlik bilan bijondil va sadoqatmandlik bilan ado qilaman. ado qilaman. Hamda Hamda toki xalqim toki xalqim to'liq mustaqilligini asliga keltirmaguncha to'liq mustaqillikni asliga keltirguncha bu sharaflik bu sharaflik mecburiyetimden hiç başlatmayman. mecburiyetimni hech boshlatmayman. Cenab-ı Allah Cenab-ı Allah bu kasmimga şahit. bu qasamga shohid Hamda hamda işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. bizimizda yor va yordamchi bo'lsin. Amin. Amin. Mübarek olsun.